Assalomu alaykum obunachilar, yana ko'rib turganlaringizdan shu svetda pasvet jemchug tayyorlab Tiagani ustidan sepdik. Shunday svet chiqdi. Qaranglar, ichki mazza svet chiqqan. Bizlere kalirovka aparatı shart emas. Hudujnikimizda hammasi ruchnoy tayyorlanadi. Endi 1-2 yillarında pet mo'ljallari bor edi. Keyin tushirib berdik. Buni malyarlar shukurka jarayonida qoldirib ketgan. Hammasini ham aytib o'tiraveramiz. Shu naqshning ustilarida, sho'llarida bor edi. Yine malyarlarning shunday instrumentlarida olib berganmiz. Uyda bor edi pet mo'ljallar. Şimdi svetda chiqyapti bu atachin to'g'riladi devaraklarni. Egasini vodomesyonkada durgani yoqmadi. Shuning uchun yaldiratma deganlar. O'zini shunday chiqaryapmiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like, kommentariy yozinglar.